Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sotuvimizda Belarus 82 sotiladi. O'zur Bulorzondan dehqon texnikasidan ko'rsating degan akalarimizga xudo xolasa xuddi shunaqasini ko'rsatib chiqarib boramiz. O'g'illar tortadi, bolalar yaxshi ekan. Texnikamiz unmayib yo'q, minsalaring bo'ldi. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida texnikamiz turibdi. Ishketa agar dehqon texnikalaridan. Videomizga bitta like bosib qo'ysizlar, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna qo'yinglar. Sizlarga foydali, qiziqarli videolar birinchi bo'lib yetib borish uchun. Bilasizlar, bizning kanalimizda faqat texnikalar chiqarib boramiz, yaxshi texnikalarni qo'yiladi. Videomiz oxirigacha ko'rsalaring, yurgizib ham, pullarni ham hamma tomonlarini aytib tushuntirib boramiz. Texnikamiz yili 1994-yil. Aka, bu qora motori? Qora motor. Yaxshi. Umuman avtolar rasxotlari yo'q. Texnikamiz ishlab turgan erta sizlarga shunday holatda chiqarilyapti. Akkumulyatorni qachon qo'ygansiz? Akkumulyatorımizga 1 yil bo'libdi. O'sha 190 taligidan shekilli aka. 190 taligidan akkumulyator. Aka, ramalarda yorug'i yo'q-a? Yo'q, lanjirlarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Akamiz o'zlari minaman deb qarashgan texnikamizga, shu dehqon texnikasidan. Korobka zadniy mostlar nima gap aka? Yaxshimi? Ovozi yo'q-a? Skordan chiqmaydi. Skorga tushmay qolmaydi, hammasiga tushadi. Yaxshi, ollar tortadi. Oldi balonni qachon qo'ygansiz? Yangi yil, yangi yilda. Yaxshi. Oldi balonlarimiz. Oldi orqa ham o'sha belshina ko'rib turibsizlar. 15,5. Rollar dozator. Rollar dozator. Akamiz o'zlari ham şeyda videoga chiqishni xohlamadilar. O'zlaridan shu intervyu sifatida gaplashib, kreativni qilib video olishga harakat qilyapman. Sizlardan bitta iltimos, videoni bekor ko'rmanglar, shu bitta like bosib qo'ying, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna qo'ysalaring, manfaatli, qiziqarli videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Shu dehqon texnikalaridan chiqarib boramiz. Aka, ollar ishlaydi. Ollar ishlaydi, shu 5 talik. Akamiz telefon nomerlari yozilgan, aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol savdo qilib olish imkoniyatlaring bor. Akamizni o'zlarining nomida ekan texnikamiz. Texnikamizdagi narx qancha aka endi buni? Obunachilarga qancha qilib beramiz? 100 million kam bor, telefon qilsa yana o'tib beradigan joyda bor aka. Eshityapsizlar? 100 million kam bor, telefon qilib bemalol so'rarasizlar, o'tib beradigan joylari bor. Qishloq xo'jaliklari ishlaydi. Tomonlari va xolasa texnikamizda borib ishlatadigan holatda turibdi. Umuman anaqa rasxotlari yo'q aka texnikani. Endi shu holatga aka, bittachilarni ko'rsatib qo'ying, keyin yurgizib ko'rsatamiz. Ichki salon holatlari. Yo'q, buni aka o'zingiz yurgizib chiqib hal qilib berasiz. Mash holatda aka. Radiatorlari ham yaxshi aka. Yaxshi. Aka, mash holatda chiqing. Bo'ldi, zo'may turaman. Eshitdi ham bekitvoy. Akamiz chiqishni xohlamadilar. Endi mana xudo xolasa texnikamiz yurgizamiz. Shu yerda o'zida aka yurgizib ko'rsatib beramiz, ha. Texnikamiz yurdi, yo'l turibsizlar. Rollar. Ayting aka. Motorda holatlari ham juda tekis ishlayapti. Ko'rib turibsizlar. Soatday sanab turibdi motorlar ham. Bo'ldi aka. O'chiramiz. Bo'ldi.
bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, egilan telefon nomerlari yozilgan. Videomizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaring sizlardan xursand bo'lamiz. Menga paddishga sizlarda o'sha bitta bosgan layklaring, obuna bo'lgan bo'lsalaring, obunalaring. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Bizga qiziq, qanaqa texnika kerak bo'layotganini ham yozib qoldirsalaring, o'shanga qarab harakat qilib chiqarib qo'yib boraman do'stlar.